O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Joriy yilning 27-30-yanvar kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining o'zgarishlari sababli respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor. Bu haqda O'zgidromet shoshilinch ogohlantirish bilan chiqdi. Jumladan Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod, Kitob, Qamashi shahri Sabz tumanlarida, Surxondaryo viloyati, Boysun, Qumqo'rg'on, Sariosiyo, Uzun tumanlarida, Samarqand viloyati, Nurobod, Qo'shrobod, Samarqand, Urgut tumanlarida, Jizzax viloyati, Baxmal, Zomin tumanlarida, Toshkent viloyati, Bo'stonliq, Parkent, Ohangaron tumanlarida, Chotqol tizimi tog'larida, Namangan viloyati, Pop tumanida qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. Tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilar ehtiyotkorlik choralarini ko'rishini so'raladi. Kanalimizga obuna bo'ling. Bundanda yaxshi xabarlar bizning kanalimizda chiqadi.